Bismillahirrohmanirrohim. Xush kelibsizlar aziz o'quvchilar. Bugun Mabdul qiroat kitobidan 29-darsimizni boshlaymiz. Xo'p, mufratlar bilan tanishsak, jai'un och, altshanun chanqagan, ya'ni. Altshanun atshun chanqoq deyiladi. Altshanun chanqagan. Xo'p. Karimun saxiy, kurama'u ko'pligi. Saxiy va saxiyun ham deyilar ekan. Xo'p, baxilun baxil, Bukhala'u nima? Baxillar. Asimatun shahar, ne poytaxt, ya'ni markaz, poytaxt. Asimatun avasimu ya'ni poytaxtlar. Qaryatun qishloq, qura qishloqlar. Minnatdorlik bildirmoq, ya'ni shukr qilmoq, shukrun. Minnatdorlik bildirdi, shakara minnatdorlik bildiradi, yashkuru minnatdorlik bildir degani ushkur. Xo'p, yaxshilik qilmoq, ihsanun, yaxshilik qildi, ahsana, yaxshilik qiladi, yuhsinu, yaxshilik qil, ahsin. Qaytmoq, ruju'un, qaytdi, raja'a, qaytadi, yarji'u, qayt, irji'. Qolmoq, baqo'un, baqiya qoldi, yabqo qoladi, ibqi qol. Raxisun arzon, g'alin qimmat. Abawani ota-ona, qaribun ya'ni qarindosh, aqaribu qarindoshlar. Ihtarim muallimaka washkurhu, muallimingni, o'qituvchingni ehtirom qil va minnatdorchilik bildir, minnatdor bo'l. Al-karimu mahbubun wal-bakhilu mamqutun. Al-karimu ya'ni saxiy inson, mahbubun yaxshi ko'rilgandir, wal-bakhilu mamqutun va mamqut ya'ni yomon ko'rilgandir. Baxil odam yomon ko'rilgandir. Hadha al-kitabu rakhisun va hadha ghalin. Bu kitob arzondir va mana bu qimmat. Hadha ar-rajulu bakhilun. Bu erkak, bu odam baxildir. La yuhsinu ila al-fuqara. Nima? Faqirlarga, kambag'allarga yaxshilik qilmaydi. At-tilmizul kaslanu la yuhibbuhu ahadun. Ya'ni tambal o'quvchini hech kim yaxshi ko'rmaydi. La muallimuhu, uni muallimi ham yaxshi ko'rmaydi, va la abawahu, ota-onasi ham yaxshi ko'rmaydi, va la aqaribuhu, va qarindoshlari ham yaxshi ko'rmaydi. Va tilmizul mujtahidu, va tirishqoq o'quvchini yuhibbuhu kullun nas, tirishqoq o'quvchini barcha insonlar yaxshi ko'radilar. Xo'p, Toshkent baldatun kabiratun. Toshkent katta shahar. Al-Makkatu asimatu al-Islam. Ya'ni Makka islomning markazidir. Makka islomning markazidir. Asima ya'ni o'sha markazga aytiladi. ذهبنا بالأمس في الساعة الثالثة بعد الظهر إلى المحطة فركب أبونا القطار ورجعنا نحن إلى البيت. كيتشا ذهبنا بالأمس يعني كيتشا بوردك خيرجة في الساعة الثالثة ساعة أجدا بشنا سنجرا بعد الظهر إلى المحطة bekatga farakiba abuna al-qitara, so'ngra dadamiz nimaga, poyezdga mindi, va raja'na nahnu ila al-bayti, va biz uyga qaytdik. Xo'p, qaryatuna kabiratun, qishlog'imiz kattadir. Qaryatukum saghiratun, qishloqlaring kichkinadir. Ishtag'il bi darsika faqat, darsing bilan shug'ullan, faqat darsing bilan shug'ullan. Hada الكتاب غال. Bu kitob juda ham qimmat. Yusavi 50 malliman. 50 tiyinga teng. Hada ja'i'un va hada asjanun. Bu ochdir va mana bu chanqagandir. At-tilmizul muaddabu yahtarimu muallimahu va yashkuruhu daiman. Ya'ni odobli o'quvchi muallimiga, ya'ni mudarrisni hurmat qiladi va hamisha shukr aytadi.
ذلك الرجل كريم. Ana o erkek, ana odam saxiydir, ya'ni haulai aqaribi, mana bular qarindoshlarimdir. Tilmizi yashkuruni kasiran, o'quvchim ko'p shukr qiladi, ko'p rahmat aytadi. Nadhhabu ghadan sabahan ila al-ghabati, ertaga ertalab o'rmonga boramiz. Va nabqa fihi ila al-masa'i, va kechqurungacha qolamiz. Thumma narji'u ila al-bayti, so'ngra uyga qaytamiz. Xo'p, 29-mashq. Bular mening ukalarim. Haula'i ikhwati. Bu kitob juda qimmatdir. Hadal kitabu ghalin. Bu kitob juda arzondir. Va hadal kitabu rakhisun. Hadal kitabu rakhisun. Jiddan, ya'ni juda bo'lsa jiddan. O'qituvchinga hamisha rahmat ayt. Ushkur li mudarrisika daiman. Ushkur li mudarrisika daiman. Odobli o'quvchi suyuklidir. At-tilmizul muaddabu mahbubun. Bizning qishlog'imiz kichkinadir. Qaryatuna saghiratun. Sizning qishlog'ingiz kattadir. Qaryatukum kabiratun. Sening otang saxiydir. Abuka karimun. Uning onasi baxildir. Ummuhu bakhilatun. Uning onasi baxildir. Ummuhu bakhilatun. Men ochman. Ana ja'i'un. Sen chanqagansan. Anta atshanun. Odobsiz o'quvchini hech kim yaxshi ko'rmaydi. At-tilmizu ghayrul muaddabi la yuhibbuhu ahadun. At-tilmizu ghayrul muaddabi la yuhibbuhu ahadun. Xo'p, dangasa o'quvchini yaxshi ko'rmayman. La uhibbu at-tilmiza al-kaslana. Xo'p, bu kitob necha so'm turadi? Kam yusawi hadal kitabu? 20 tiyin. 20 malliman. Juda qimmat. Ghalin jiddan. Vokzalga bordim. Zahabtu ila al-mahattati.